Tasavvur qiling, siz qimmat uskuna sotyapsiz va marketing uchun 1 yillik xizmatni tekinga qo'shib berdingiz. Buxgalter bu daromadni qanday yozish kerak? Agar xizmatni rostdan ham 0 so'm deb ko'rsatsa, kompaniya uchun qanday moliyaviy xavf tug'iladi? Yoki nega mobil operatorlar eng so'nggi modeldagi qimmatbaho smartfonlarni tekinga tarqatadi-yu, lekin o'sha zahoti o'z hisobotlarida millionlab daromad ko'rsata oladi? Bu qanday sehrgarlik? Va eng hayratlanarlisi, 3 yillik ulkan qurilish loyihasi deyarli yakuniga yetdi. Lekin shartnomadagi bittagina e'tiborsiz qoldirilgan band tufayli shu 3 yil davomida bir tiyin ham daromad tan ololmasligingiz mumkinligini bilasizmi? Agar shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak siz to'g'ri joydasiz. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, navbatdagi tahlilimizga xush kelibsiz. Bugun biz siz bilan buxgalteriya olamidagi eng muhim standartlardan biri IFRS 15 ning eng qiziqarli, eng matematik qismlariga sho'ng'iymiz. Ya'ni daromadni tan olish bo'yicha 5 qadamli modelning oxirgi 2 bosqichi. 4-qadam narxni taqsimlash va 5-qadam daromadni tan olish. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, keling, birinchi jumboqni yechishdan boshlaymiz. Texnomaster degan kompaniya misolida tekin xizmatning asl bahosi qanday aniqlanishini ko'rib chiqamiz. Vaziyat juda oddiy ko'rinadi, to'g'rimi? Texnomaster mijozga $100,000 uskuna sotyapti va bonusiga 1 yillik texnik xizmatni tekinga qo'shib beryapti. Ko'pchilik buxgalterlar darhol o'ylaydi, zo'r, kassaga $100,000 tushdi, demak hammasini uskuna sotuvidan tushgan daromad deb yozaman. Ammo IFRS 15 standartiga ko'ra bu juda katta xato bo'lardi. Mana shu yerda IFRS 15 o'yinga kirishadi va qattiq aytadi: to'xtang, buxgalteriya hisobida tekin degan narsa bo'lmaydi. Mijoz to'lagan $100,000 faqat uskunaning o'zi uchun emas. Bu pul uskuna va 1 yillik xizmat uchun to'langan. Demak, bizning vazifamiz shu pulni ikkala majburiyat o'rtasida adolatli taqsimlash. Xo'sh, bu qanday amalga oshiriladi? Bu jarayon juda qiziq. Birinchi navbatda har bir mahsulot va xizmatning alohida, ya'ni mustaqil sotuv narxini aniqlab olishimiz kerak. Deylik, Texnomaster bu uskunani xizmatsiz $95,000 ga sotadi, buni bilamiz. Lekin xizmat alohida sotilmagani uchun uning aniq narxi yo'q. Bunday vaziyatda standart narxni baholashga ruxsat beradi. Masalan, xizmatning tan narxiga standart foldani qo'shib, uning taxminiy mustaqil narxini $30,000 deb belgilaymiz. Endi eng muhim hisob-kitobga o'tamiz. Mana bu diagramma hamma narsani tushuntirib beradi. Uskunaning alohida narxi 95,000, xizmatniki $30,000. Ikkalasining jami mustaqil qiymati $125,000 ni tashkil qilyapti. Lekin biz mijozdan faqat 100,000 oldik. Demak, biz shu $100,000 ni 125,000lik umumiy qiymatga proporsional ravishda bo'lib chiqamiz. Hisob-kitob natijasida uskunaga $76,000, biz tekin deb atagan xizmatimizga esa $24,000 to'g'ri keladi. Bu xuddi bir butun pitsani adolatli bo'lishga o'xshaydi. Demak, xulosa nima? Buxgalter $100,000 ning hammasini birdaniga daromad deb yoza olmaydi. Uskuna sotilgan kuni faqat $76,000 ni uskuna sotuvidan olingan daromad sifatida tan oladi. Qolgan $24,000 esa kechiktirilgan daromad sifatida balansga olinadi va 1 yil davomida xizmat ko'rsatilgani sari sekin-asta daromadga o'tkazib boriladi. Mana shu narsa moliyaviy hisobotning aniqligini ta'minlaydi. Haligi mobil operatorlar haqidagi jumboq yodingizdami? Javob aynan shu yerda. Ular sizga smartfonni tekinga berayotganda, aslida sizning kelajakda to'laydigan oylik to'lovlaringizning bir qismini bugunoq telefon sotuvidan tushgan daromad sifatida o'z hisobotlariga yozib qo'yishadi. Mana sizga tekin narsaning asl bahosi. Yaxshi, narxni to'g'ri taqsimlashni o'rganib oldik. Endi standartning 5 va eng so'nggi qadamiga yetib keldik. Xo'sh, taqsimlangan daromadni biz qachon hisobotda tan olishimiz kerak? Bu savolning javobi bitta muhim so'zga bog'liq: nazorat. Daromad faqat va faqat mahsulot yoki xizmat ustidan nazorat mijozning qo'liga o'tganda tan olinadi. Bu nazoratning o'tishi 2 xil bo'lishi mumkin. Birinchisi, ma'lum bir vaqtda, ya'ni point in time. Siz do'kondan non sotib olganingiz kabi nazorat bir lahzada to'liqligicha sizga o'tadi. Ikkinchisi esa vaqt davomida, ya'ni overtime. Masalan, qurilish ishlari yoki oylik obuna xizmatlarida mijoz foydani sekin-asta vaqt o'tishi bilan qabul qilib boradi. Shush, qaysi usulni qo'llashni qayerdan bilamiz? IFRS 15 bizga 3 ta oddiy lekin juda muhim savol beradi. Agar shu savollardan birortasiga ha deb javob bera olsangiz, demak daromadni vaqt davomida, ya'ni overtime
tan olishingiz shart. Birinchi ikkitasi tushunarli, ammo ehtiyot bo'ling. Mana bu uchinchi savolning ichida juda ayyor bir tuzoq yashiringan. Keling, o'sha tuzoqni birgalikda fosh qilamiz. Hurmatli do'stlar, agar ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, ushbu bilimlarni sizga berish uchun mehnat qilayotgan video ijodkorlar uchun like bosib qo'ying va bundan sifatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Rahmat. Va nihoyat, boshidagi eng dramatik savolga qaytamiz. Maxsus zavod qurilish kompaniyasi misolida shartnomadagi o'sha xavfli tuzoq qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Bu kompaniya mijoz uchun juda maxsus zavod quryapti. Ya'ni bu zavod boshqa hech kimga kerak emas. Qurilish 3 yil davom etadi. Bir qarashda bu vaqt davomida daromaddan olish uchun ayni muddao klassik misoldek tuyuladi, shunday emasmi? Lekin O'sha 3-savoldagi tuzoqning kaliti mana shu tushunchada yashiringan. To'liq haq olish huquqi. Bu nima degani o'zi? Bu shuni anglatadiki, agar mijoz hech qanday sababsiz shartnomani bekor qilib yuborsa ham, siz shu kungacha bajargan ishingiz uchun to'liq tovon pulini talab qila olishingiz kerak. Bu huquq shartnomada aniq va tiniq yozib qo'yilgan bo'lishi shart. endi esa diqqat qiling. Maxsus zavod qurilish kompaniyasining yuristlari aynan mana shu bandga e'tiborsizlik qilishgan. Shartnomada yozib qo'yilibdi. Agar mijoz shartnomani bekor qilsa, quruvchi faqatgina olgan avansini o'zida saqlab qoladi va shu paytgacha bajarilgan ish uchun qo'shimcha to'lov talab qilish huquqiga ega bo'lmaydi. Mana shu kichkina jumla hamma narsani ostin-ustun qilib yuboradi. IFRS 15 ning hukmi bu borada shafqatsiz, lekin adolatli. Agar sizda bajargan ishingiz uchun to'liq to'lovni talab qilish huquqi bo'lmasa, demak siz 3-testdan o'ta olmadingiz. Bu esa o'z navbatida butun loyiha vaqt davomida daromad tan olish shartlariga javob bermaydi degani. Hatto loyiha 3 yil davom etayotgan bo'lsa ham. Natija esa odamni shok holatiga solishi mumkin. Zavod 3 yil davomida qurilib 99% ga tayyor bo'lgan taqdirda ham buxgalter har bir yilning oxirida o'z hisobotlarida 0 so'm daromad ko'rsatishga majbur bo'ladi. Butun 3 yillik daromad faqat va faqat zavod kaliti mijozning qo'liga topshirilgan kuni, ya'ni ma'lum bir vaqtda bir kunda tan olinadi. Ko'ryapsizmi? Yuristning bittagina xatosi kompaniyaning moliyaviy ko'rsatkichlarini 3 yil davomida qanday qilib sun'iy ravishda yomonlashtirishi mumkin. Bugungi tahlilimiz juda mazmunli bo'ldi shekilli. Keling o'rganganlarimizni qisqacha sarhisob qilib, eng muhim saboqlarni yodimizda saqlab qo'yaylik. Xo'sh, bugun nimalarni o'rgandik? Birinchidan, tekin sovg'alarga aldanmang, har doim ularning asl narxini toping. Ikkinchidan, umumiy to'lovni har bir majburiyatga proporsional ravishda adolatli taqsimlang. Uchinchidan, daromadni tan olish vaqti nazoratning mijozga qachon o'tishiga bog'liq. Va to'rtinchidan, eng asosiysi, shartnomalarni sinchiklab o'qing, ayniqsa to'liq haq olish huquqi bandini 7 marta o'lchab, keyin imzo cheking. Lekin bu hali hammasi emas. Tasavvur qilaylik, bizning shartnomamiz ideal, hamma testlardan a'lo darajada o'tdi va biz daromadni vaqt davomida tan olishimiz kerak. Juda yaxshi. Xo'sh, unda birinchi yil oxirida qancha daromad yozamiz? Loyihaning bajarilish foizini, ya'ni progressni nima bilan o'lchash to'g'ri bo'ladi? Ketgan xarajatlar bilanmi yoki ko'zga ko'rinadigan natija bilanmi? Va undan ham murakkabroq savol, agar loyiha davomida uning zarar bilan yakunlanishini oldindan sezib qolsangiz, bu kutilayotgan zararni qachon va qanday qilib hisobotda aks ettirishingiz kerak? Bu qiziqarli jumboqlarning yechimini biz keyingi 6-tahlilimizda birgalikda topamiz. O'tkazib yubormang. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bilan bizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Biz bilim beramiz, sizdan esa ozgina e'tibor kifoya. Omon bo'ling. Keyingi tahlilda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.